Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun Chinozga kelganmiz. 205 talik Volvo ekskavatorni ko'rganim. Tekshirdi. Ko'p elektr zamekaniyalari bor. Bunda bo'layotgan hozir asosiy muammo shu problemasi. GPS qo'ydirishgan bular. GPS qo'ydirishganda noto'g'ri joydan olishgan. Plus minus xullas GPS o'sha anaqasi moduliga keladigan tokka. O'sha bu birinchisi emas, ikkinchisi emas, uchinchisi emas. Juda ham ko'p ekskavatorlarga boryapmiz, ko'ryapmiz, mana shu ahvolda hammasida. Hammasida shu GPS bilan bo'layotgan muammo. Narsa moduli. Ko'pchiligida mana shu narsani simlarni noto'g'ri joydan olishgan. Mana qayerdan olishyapti? Mana оборот datchigida ekskavator. Оборот datchigi. Xo'sh. Mashin kelgan simni olishyapti. Bu jonivar o'zi $350 turadi, original. $350. Bechara klient GPS qo'ydirgan, hozir 4 ta narsasini ishdan chiqargan shu noto'g'ri joydan olganga simni. O'zini ishini mutaxassislari qilsa yaxshida shu GPS ham. Nima desam ekan? Bilar bilmas kelib ulab tashlagan, bu ekskavatorda o'zida spesialniy joyi bor, shu GPS qo'yiladigan, o'zini GPS ham bor. O'sha narsaga ulansa ham bo'ladi. Yo'q bo'lmasam o'sha yerdan olsa bo'ladi, simmi moduliga ulana olmasa. Tushunmasa kelib maslahat so'rasa bo'ladi, tushunadigan odamdan. Lekin ahvol hozir. Salonni polniy. Cho'chib boshqatdan qilish kerak endi.